Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga qishda va sovuq mavsumda chaqaloqlarni parvarishlash borasida bir necha tavsiyalarni aytib o'taman. Demak, boshladik. Qish yoki sovuq mavsumda chaqaloq parvarishi alohida e'tibor talab qiladi, chunki ularning immuniteti hali kuchsiz bo'ladi. Tanani issiq saqlash qiyinroq va terisi juda nozik bo'ladi. Bugun esa sizlarga chaqaloqni parvarishlash borasida eng muhim va amaliy qoidalardan bir nechtasini aytib o'taman. Birinchi navbatda xonani to'g'ri haroratda saqlash. Ideal harorat 20-23 gradusgacha bo'lishi mumkin. Juda issiq xona ham zararli. To'satdan issiqdan qizib ketish xavfi bor. Xonani tez-tez shamollatish kerak, lekin chaqaloq shamol yo'lga tushmasin. Chaqaloqni to'g'ri kiyintirish. Katta odamdan bir qatlam ko'proq kiyim kiygizish kerak albatta bolaga. Boshi, quloqlari, bo'yni sovuqdan tez ta'sirlanadi. Uyda ingichka shapka yetarli hisoblanadi. Ko'chaga chiqqanda esa issiq shapka, kombinezon, qo'lqop yoki paypoq kiygiztiring. Chaqaloqning bo'yni iliq bo'lsa, demak kiyim ham yaxshi, demak u sovqotmayapti. Teri parvarishiga ham alohida e'tibor beramiz. Sovuq havo chaqaloq terisini quritadi. Cho'miltirgandan so'ng baby oil yoki krem surtish kerak. Ko'chaga chiqishdan oldin 20 daqiqa oldin, ya'ni aniqrog'i, sovuqdan himoyalovchi krem surtsangiz ham bo'ladi. Juda ko'p cho'miltirmang, haftasiga 2-3 marta yetib ortadi. Chaqaloqni suvsizlanishdan asrang. Sovuqda ham chaqaloqlar suvsizlanishi mumkin. Emadigan bo'lsa, ko'krakni tez-tez berish. Aralash ovqat beradigan bo'lsangiz, suvni asta-sekin taklif qilish, ya'ni yoshiga qarab beraverasiz. Uxlash sharoiti. Albatta chaqaloqni ustini o'ragan holatda yotqizish kerak. Ko'rpa juda qalin bo'lmasin. Bo'g'ilish xavfi bor, chunki xonani quruq bo'lmasligi uchun kerak bo'lsa namlagich qo'ying. Ko'chaga chiqarish, ya'ni chaqaloqlarni ko'chada sayr qildirish. Tug'ilganidan 6 oylikgacha bo'lgan bolalar 0 gradusdan past bo'lsa 10-15 daqiqadan ortiq aylantirmagan ma'qul ko'chada. 0 gradusdan yuqori bo'lsa 20-40 daqiqa yengil sayr qildirish yetarli hisoblanadi. Agar chaqaloqning yanoqlari juda qizarish yoki ko'karsa, demak bu chaqaloq sovqatayotgandan darak beradi va darhol ichkariga olib kirish kerak. Shamollashdan ham himoya qilish kerak. Katta odamlar chaqaloq oldida o'tirmasligi, o'pmasligi yoki agar shamollashgan bo'lsa, unga yaqinlashmasligi kerak. Bolani ko'p o'pmaslik, ya'ni mehmonlar, odam gavjum bo'lgan joylarga olib chiqmaslik kerak. Bolajonni issiq kiyintirish kerak, lekin terlatib yubormaslik kerak albatta. Chaqaloq terlasa, aynan shunda ular tez shamollab qolishadi. Bo'ynini tekshirish kerak. Juda issiq yoki terlagan bo'lsa, kiyimini kamaytiring. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.